deydi ki ve ma Rabbena inneke men tudkhilin nar faqad akhzayte ve ma lizzalimin min ansar. Yani Rabbimiz, Perverdigarımız, sen hakikaten kimni devzakı kirgizsen onu hakikaten resva kılgan bulursan. Ve ma lizzalimin min ansar. Zalimlara hiçbir yardım kıladigan kişiler yok. Hiçbir yardımcılar yok zalimlara dedi. Yani bu ayetin tefsirinde İmam-ı Nesefi Rahimahullah dedi ki Rabbena inneke men tudkhilin nar fakat aksayta. Rabbimiz sen kimni, her qanday kişini devzakı kirgizsen onu hakikaten resva kılgan bulursan degan. Yani onu xar kılgan bulursan. Yoki onu halak kılgan bulursan. Yoki onu resva kılgan bulursan. Endi İmam-ı Nesefi dedi ki muşu ayetni, yani muşu ayetni delil tutup vaidçiler bunda hüccet keltirdi. Muşu ayetni delil tutup hüccet keltirdi. Muşu ayetni delil tuttu. Allah Teala'nın ki yevme la yuhzillahun nebiyye vellezine amenu ma'ah degan sure Tahrim'deki ayet olan kıyamet günü Allah Teala peygamberini ve peygamber bilen birle iman etqanlarını resva kılıp etmeydi degan ayeti bilen maşka ayetini bir yerga kelip durup vaidçiler degan kim? Ular bo'lsa murjialar. Murji'a. Yani İslam fariqlarının içindeki peygamber İslam benim ummetim Bani İsrail 72 fariqiga bo'lingan. Mening ummetim 73 fariqiga bo'linadi. Ularning hammasi de fakat bir g'anam jannatda degan. U bir bo'lsa ham ahli sunnat vel jamoat aqidasiga musulmonlar. Endi shu 73 fariqiga ichidan bir fariqalarga bo'lingan fariqalar var mesela. Mu'tazili guruhi mesela. Kerramiye guruhi mesela. Havarijlar mesela. Onun içinde yani Cebriye, Kaderiye ve Murciye deydiğen bir müddet fariqalar var. Şia deydiğen, Rafida deydiğen. Hem de bu fariqaların içinden biri bo'lgan kim? Yani Murciyeler. Demek bularning bir gapi var Murciyelerning. La tadurru ma'al imani ma'siyatun kema la tenfa'u ma'al kufri ta'atun deydiğen bir gapi var. Yani xuddi bir adam kafir har qancha amal ibodat qilsa uningga foydasi bo'lmagandek, oxiratda hech qanday foydasi bo'lmagandek, mo'min gunoh masjid o'tkazsa uningga hech qanday ziyon bo'lmaydi degan bir aqidani o'tirib chiqib bu murji'a degan nimani chiqarsa, bak Alloh taolaning rahmatini qattiq tutib Allohning azobini qo'rqmaydi qoldi degan gap. Shu ayni to'lab chiqqan. Bular mush oyatda dalil keltirib nima deyotdi? Rabbimiz sen her qanday odamni do'zaxga kirgizsang faqat axzayta, uni rasvo qilgan bo'lasan desa. Yine bir oyatda Alloh taolo qiyomat kuni payg'ambar bilan birga iymon etganlarni rasvo qilmaydi desa. Demak, rasvo qilmaydigan odamlar mu'min o'tgan. Rasvo qilmaydiganlar mu'min o'tgan, rasvo qilganlar o'tgan, do'zaxga ko'zganda kofir o'tgan. Demak, do'zaxga mu'min kim ketgan, do'zaxga kelganlar kofir ketgan. Degan mushkul qarshi turmoqchi. Ya'ni uni shunga dalil qildi fi anna men yedhulun nar la yakunu mu'minan. Yani do'zaxga kirgan odam mu'min bo'lmaydi va yaxlut va do'zaxdan mangu qoladi deganga mush oyatni dalil qilib keldi. Sura Tahrimdagi o'sha oyatdan ikki oyatni bir yerga kelib dalil qilib keldi. Dalil qilib keldi. Endi ahli sunnat va jamoatning aqidasi qanday qarindoshlar? Ahli sunnat va jamoatning aqidasi nima? Gunoh ma'siyat bilan mu'min kofir bo'lib ketmaydi. Gunoh ma'siyat o'tkazish bilan Alloh taologa shirklam keltirmasa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan tavhid aqidasiga zid ketgan islom qilmasa bu iymon hech ketmaydi. Lekin oshiq qilgan nimasiga, osh o'tkazgan, dunyoda o'tkazgan jinoyatlar, gunohlarga devzaxda Alloh taolo xohlagan muddatcha azoblanib, jazolanib, undan keyin Alloh taolaning rahmati bilan payg'ambarning shafoati bilan avval, undan keyin shahidlarning, siddiqlarning, solihlarning, olimlarning, avliyolarning shafoati bilan Alloh taolo izn qilgandan keyin do'zaxdan qutulib chiqadi ular. Uni degan oxirida qalbida bir yinjigivachilik, balki zarrachilik qalbida iymon bo'lgan har qanday bir odamni Alloh taolo o'z rahmati bilan do'zaxdan ozod qiladi.
Do'zaxda bir dana mu'min musulmon qalbida bir zarrachalik iymon va ishqada musulmon do'zaxda qolmaydi. Bu sahih hadislar orqali isbotlangan ahli sunnat va jamoat aqidasining mustahkam nimasi aqidasi. Va murji'aga odamning mush hikoyatda gaplam bu yerda nima deb turadi? Demak mu'min do'zaxga odamga mu'minimiz. Mu'min do'zaxga kelmaydi. Do'zaxga degan kafir o'tu, kafir do'zaxdan menga qolib chiqmaydi. Do'zaxga chiqmaydi degan mush aqidasiga mush oyatda kelgan. Bunu İmam Nesefi rahimahullah deydi. Biz bunu deyimiz ki Cabir radıyallahu anhu muş ayetin tefsirinde. Cabir ibn Abdullah el-Ansari radıyallahu anhu muş ayetin tefsirinde diyen ki İhzâ'ul mu'mini te'dibuhu ve inne fevqa zâlike lehizyen. Yani Cabir radıyallahu anh diyen ki bu ayetteki sen dozak yüzgüllerini resva kılgan budu sen degeni yani bu mu'minlerin hakkında nima edepleş. İhzâ'ul mu'min. Mu'minni resva kılış degen yani mu'minni edepleş. Kılgan bu dünyada ötközgen günahlarga mu'minni cezalaş yani edepleş demek. Edepleş. Ve inne fevqa zalik degen bu mu'minni edepleş ki bu mu'minniki ihzasının yuqurdu mu lehizyen degen elbette resva kılış vardır yani anda degeni kafirlarni resva kılış mu'minni resva kılışının neccesi beter. Neccesi ig'ir neccesi qattiq o'xshamaydi unga. Kafirlik kiygini kafirlik resvalaf kiygini degen do'zax ketdi chiqmaydi kafirlik chiqish yo'q. Lekin mu'minlarga adablashusin Alloh taolo do'zaxga tashlaydi. Gunoh ishlik qilib bo'lganda Alloh taolo o'zi xohlagan muddatda qutqizib ochqitdi. Va ma liz-zalimin min ansar. Zolimlarga hech bir yordamchi ham demaydi. Va ma liz-zalimin degan lam az-zalimin degan yani lam-ut ta'rif yani tunishliq lam deb atalgan lam-ut ta'rif va bu işaretun ila men yedhulun nar yani do'zaxga kiradiganligi ishorat. Bu yerdagi murod kim kafirlar. Zalimlar degan zalimlarga hech bir yordamchi yo'q. Yani min ansar hech bir yordamchi yo'q degan yani bularga mu'minlarga shafaatchilar, payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, solihlar, avliyolar, olimlar shafaat qilib qutqizib chiqqandek, qorilar shafaat qilib qutqizib chiqqandek kafirlarni hech kim qutqizib chiqolmaydi. Ularga hech bir yordamchim yo'q. Do'zax azobidan men yo'qadi. Demak mu'minlarning ichida mu'minlarning asiyleri do'zax azobidan azoblanadi. Alloh taolo uni o'z rahmatidan qutqizib ochqidi. Kafirlar do'zax azobiga tushdi, menga qoldi degan bu ahli sunnat va jamoat aqidasining aqidasi. Chunki agarda bu hadis bu aqidaga intan kuchli dalillar bor. Men buni ham deb o'sam olib ketadi. Gap uzrab ketadi. Agarda bir mu'minga hech qanday gunoh matsad o'tkazsa mu'minga ziyon qilmas bular bo'lsa, mu'minga zarar bo'lmasa ular bo'lsa, amal ibodat qilib, nimishqa amal ibodat qiladi chog'da. Hammadan amal ibodat qilmay, uni yasuvdi. Hammadan uni yasuvdi amal ibodat qilmay. Balki anda ish yo'q. Anda ish yo'q. Mu'minlar xavf, raja arz turish kerak. Alloh taolaning azobidan qo'rqishi kerak. Alloh taolaning rahmatidan qattiq umidini uzmaslik kerak. Anda murji'aladek qattiq Alloh taolaning rahmatidan umid tutib Allah Teala'nın azabını korkmayı buna aksak ışkına mesele yok da bir yüzet takip olmaydı. Mu'tezilik ruhidak Allah Teala'nın ki rahmetini ümidini züvetip günah adam çok uzak giriş gerek. Uzak ki bu cennetki çıkmaydı. Uzak günah adam uzaktan çıkmaydı. Dep mengu katı dep mu'tezilik ruhidak munda demeslik gerek. Demek havf, raca arasında Allah Teala'nın rahmetinin ümidimizi üzmeslik. Allah'ın azabının hatırcan bulup bekramen yürümeslik gerek. Allah Teala dedi ki Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna Rabbena faghfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar. Rabbimiz, Parvardigarimiz biz hakikaten imanға chaqirayotgan bir chaqiruvchini angladik. En aminu bi rabbikum yani imanға chaqirayotgan yani Parvardigarlarga iman aytinglar deb iman aytishga chaqirayotgan bir chaqiruvchini angladik. Fa amanna anlapla biz iman etdik. Rabbana Parvardigarimiz faghfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar. Parvardigarimiz bizning gunohimizni mag'firat qilsalar. Zunubana degan gunohlarimizni mag'firat qilsalar. Ve keffir anna seyyiatina yomonliklarimizni yepib etsalar, uchirib etsalar. Ve tevaffana ma'al abrar. Bizni yaxshilar bilan birga vafot toptirsalar. Bu oyat karimaning tafsirida
İmam Nesefi deydi ki Rabbena innena semi'na munadiye. Yani Perverdigarimiz biz hakikaten bir nida kılgıçını anladık. Araplar deydi ki men bir adamның mundaq davatqalıqını anladım deydi. Mənim deyəgim til noktasını söyləyir, til noktasını. Bir adamның mundaq davatqalıqını anladım deydi. Bu vaxtda bu fiilni, yani semi'tu degan, anladım degan fiilni alar racul, şu er kişiye, şu erge çügüzüsen deydi. Yani ben bu Adem'ni anladım desen. Yani bu Adem'ni anladım deysen ve tahriful mesmu' degan anlangan gapni hazf qilib uni tashlab qoldirsan. Asli biz Adem'ni anlamaydi. Adem'ni anlamaydi, belki Adem'ning gapini anlamaydi. Adem'ning gapini anlamaydi. Lekin qachon sami'na deb sami'na munadiyan deb yolg'iz kelgan vaqtida bu chaqda yolg'iz gap qilib qolsa, bu chaqda sami'na kalam, biz bundoq qilishning kalamini degan so'zni anladik degan gap bo'lish kerak. Lekin sami'na munadiyanning keynidan bir sifat gap qolsa degan. Li'annaka wasaftahu bima yasma'u fa aghnaka an zikrihi. Sen nimishqi masmu'ni hazb qilasan desa, sen u gapingda sami'tu rajulan yaqulu kaza degan bir so'zni kendine kelgan desam, bir adamning bunda davatqanligini anladim dedingmi? Anda sifatimiz kelgandikin bunda davatqan gapini anladim degan gapni akamsanmi bo'ladi. Nimishqa bunda davatqanligini gapning o'zi shu gap deganning o'rnini bosidi. Hadi xuddi shuningdek deytamdi. Shuningdek miyadiki Rabbana innana sami'na munadiyan degan mashqidimi Allah Taala yunadi lil iman, yani imonga chaqirayotgan bir nido qiluvchini angladik degandikin, ya'ni imonga chaqirayotgan bir nido qiluvchining mundoq degan so'zni angladik degan ma'no chiqib yetadi. Uni alayda demisam kaltumisan bu deydi. Valaulal wasfu lam yakun minhu buddun va ay yuqala sami'tu kalama fulanin. Deyish agarda mushu sami'na munadiyan degandikin yunadi lil iman, imonga chaqirayotgan bir nido qiluvchini angladik demay. Agar unda anliq degan mudakami sami'na munadiyan deb kelgan bo'lsa, biz bir nido qiluvchini anliq degan bo'lsa, u chaqda qanday deyilish kerakdi? U chaqda sami'tu, yani sami'na kalama munadiyan degan gap cho'qim ketish kerakdi. Biz bir nido qiluvchini, Rabbimiz bir nido qiluvchining munda degan gapini, nido qiluvchining gapini angladik degan kalam degan gapni cho'qim aytish kerak edi. Balki bir keyinda yunadil iman degan sifat kelganlik uchun u kalam degan gapni aytamismi? İhtiyaç qolmadi unga deydi. Xo'sh, mana degan hamda biz lug'at nuqtasida deb aytgan grammatik qoidalar. Hamda bizga muhim bo'lgan ma'ni qoidalarni. Hamda bu yerdagi munadi kim? Imonga chaqirayotgan nido qiluvchi kim u bo'lsa, Rasul alayhissalatu vassalamdir yoki Qur'oni Karimdir. Yani tafsirshunoslar bu haqda ba'zilari bu yerdagi, yani Rabbimiz biz bir iman etishgan, da'vat qilayotgan, chaqirayotgan nido qiluvchining da'vatini angladik degani, ya'ni Rasululloh alayhisolamning da'vatini angladik demakchi. Yani ba'zi ko'p sonli jumhurlar Qur'onni angladik demakchi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni angladik deganlar nima demakchi desa, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatini sahobalar Rasulullohning og'zidan naq maydonda angladi. Tabi'inlar, kimki hozirga qadar qiyomatga bo'lgan musulmonlar sahobalar yetkazgan hadislar orqali angladi degan bu ma'nosi deydi. Endi Qur'on deganlar deganda, Qur'on deganlar, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rganlar hamma musulmon emas, sahobalar ham ko'rganlik. Lekin Qur'on desak bu yerda teng munosib bo'ldi. Buni daqiluvchi Qur'on desak, Qur'on ta qiyomatga qadar bunda qapqatu Alloh taolaniki muhofazat qilish bilan Qur'oni Karimning nidosini hamma mu'min musulmon anglaydi. Shu Qur'on desak texma umumiy ma'no chiqadi deb Qur'on deganlar bor. Ibn Jarir Tabari rahimahulloh mush Qur'on deganni mushuni tarjih qilgan. Yunadi lil iman, ya'ni Rabbimiz biz imonga da'vat qilayotgan bir nido qiluvchining so'zini angladik. Yani yunadi lil iman degan, ya'ni li ajlil imani billah, Allohga iymon etish uchun. Endi bu yerda yunadi lil iman deb keltirishda bu nido qiluvchiniki sha'nini, nido qiluvchining sha'nini intayin ulug'lash ifodalanadi bu yerda. Nimishqa? Chunki imonga chaqirgan nido qiluvchidanmi kattaroq, ulug'roq bir nido qiluvchi bo'lmaydi. Dunyoda chaqirilgan chaqiriqlar, ovozlar
davetlarning ichidagi eng ulug' davet nima? Iymonga chaqirish. Bo'lmasa Alloh taolo bir yerda Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi, ya'ni sami'na Qur'anan yunadi lil iman, yoki sami'na rasulan yunadi lil iman deb keltiraydi. Munadiyan deb uni endi yunadi lil iman deb keltirishligi sabab birinchi umumiy, har qanday odam iymonga da'vat qiladigan bu adasiz ulug' ish. Har qanday odam bu abdal olsun, podshoh olsun, gado olsun o'xshash degan ma'no bo'lsa, yana biri bu iymonga da'vat qilish degan bak ulug' sifat o'g'achqa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sifatida, Qur'onning sifatidagi alayli mush sifatini nima obrazlashtirish uchun yunadi lil iman deb keltirdi deydi. An aminu, ya'ni bi an aminu aw ay aminu, ya'ni iymon aytinglar deb. Ya'ni yoki yana iymon aytinglar. Bi an aminu degan an masdari demakchi. Ya'ni iymon aytishga chaqirayotgan bir ndaqo'sh antilgan bo'ladi yoki ay aminu, ya'ni iymon aytinglar deb. Iymon aytinglar deb iymonga chaqirayotgan bir ndaqo'shni anladik. Bi rabbikum, ya'ni Parvardigor kimga iymon aytinglar deb, ya'ni Parvardigorga iymon aytinglar deb. Fa amanna degan fa taqib, ya'ni orqadan biz ikkinib o'tmay orqadan iymon etdik. Endi mishada Şeyh Abu Mansur Maturidi rahimahullah deganki bu oyatda iymonda istisno qilishning, iymonda istisno qilishning botilligining dalili bordir. Ya'ni bir odam men mu'min inshaalloh desa, bu mu'min emas deydi. Bir kafir demisi men mu'min inshaalloh desa, bu nima? Batil, bagaj bunun iymoni. Chuqum men mu'min Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resul. Eşhedü enne Muhammeden Resul deb şu nima bilan enne degan gap bilan tahqiq, ta'kidlash, kuchlantirish jumlalar. Men shubhasizki musulmon, men jin musulmon, haqiqatan musulmon, ras musulmon deb qattiq ishonch bilan aqdar musulmon bo'lamiz degandek gaplar musulmon bo'lmaydi. Cho'qim musulmon deyish kerak deb Maturidi rahimahullah Çünkü iman etganda çokum la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve inşallah'ın qilsa musulmon bo'lmaydi bu odam, kafir demaysiz. Çokum inşallah degan gapni kafir demaslik kerak. Buni bu tavqifi iman meselesi. Tavqifi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh deb iman etish kerak. Uni inşallah'ın qilsa bo'lmaydi. İnşallah'ni har qanday işte desa, mesela bir adam musulmon demisi Xonun talaq inşallah deb bitik deyapsa, bu xonun talaq olmaydi. Demişki Allah Taala uni talaqni eng o'ch ko'rdi Allah Taala. Xudoy Taala ruxsat qilishning ichidagi Allah eng yomon ko'rgan ish qasi talaq. Masalan bir odam mashina qilsam, bu ishni qilmayman inshaalloh deyapsa, agar ulatdim deyapsa, agar o'sha qilsa masalan, buniki qasamxona so'maydi, amal qilmaydi, qasamni kafarat kelmaydi. Lekin musulmon iymon, kafir iymon etish uchun chuqum inshaalloh degan gapni iymon emas. Balki balak iymon etish kerak. Şu fa'amanna nimish qanday dalil qildi desmishada bizni shundoq chaqiruvchi iymon da'vat qilib o'tdi fa'amanna. Iymon etdik deb mutlaq keldi demaydi. Mutlaq usul qoidasi bir qoida bor. Mutlaq muqayyad deb, ya'ni hech qanday gapni qayd qilmay bunga amanna iymonlamaydik. Uning iymoniga hech nima qistilmadik, yo istisnoni qistilmadik, inshaalloh degan gapni qistilmadik, yo uni yo buni qistilmadik. Iymonlamaydik degandikin bu cho'qim iymonlamaydi kerak. Anladın iman başka bir yerse kısmı olmaydı degeni bir şey delik bir tugal. Rabbana faghfir lana. Rabbana faghfir lana zunubana. Yani Rabbimiz bizning günahlarımızı mağfiret kılsan degeni yani kebairana. Zunubana degeni çoğun günahlarımızı mağfiret kılsan. Ve keffir anna seyyiatina bizning yomonliklarimizni yepiversan degeni yani sagairana degen bizning küçük günahlarimizni yepiversan. Ama keffir degan gapni hech kim ma'nosi bor. Biri yepib o'tish, şimdi biri uchib o'tish. Ya küçük günahlarımızı üçüversen degan bu ya küçük günahlarımızı yapıversen çıksa. O'xshash ma'noda. Ve tevaffana ma'al abrar. Meni bizni yaxshilar bilan birga vafot topib tursan. Endi yana bu ma'nosi maxsusina bi suhbatihim ma'dudina fi jumlatihim degan bu. Ya'ni ularniki suhbatiga maxsus, uning suhbatiga maxsus qilingan holatda ularning qatoridan sanalgan holatda biz vafot topsan. Endi nimishqa bunday deydi desa, chunki bizni yaxshilar bilan vafot topsangiz davomli bir zamonda, bir makonda vafot topsangiz emas. Qanday dunyoda qanday yaxshilar bo'lsa, shuni tang vaqtda vafot qilsangiz jinimizdan olsan. Shuni bir yerda jinimizdan olsan degan gap ma'nosi emas. Buning ma'nosi deganlik emas. Balki buning ma'nosi bizni jannatda shuning hamrohligiga maxsus qilsan.
ulu jannatda bo'lsa, bizni shu bilan birga hamroh qilsang degan ma'nosi bir ma'nosi. Yeni bir ma'nosi ular vaqtimizda bizni shuni qator, ya'ni yaxshilarni qanday sifatda iymon bilan ketkizsang, bizni iymon bilan ketkizsang, qabrda yaxshilik qanday muomala qilsang, bizni shunday muomala qilsang, oxiratda yaxshilik qanday muomala qilsang, bizga shunday muomala qilsang degan ma'nosi. Bizni birga vafot yaxshilik bilan vafot topsang degani, birga shunday tang bizni jonimizni olsang degan emas. Ya'ni bizniki darajamizni shu yaxshilik bilan birga qilsang oxiratda. Ya'ni vafot degandikilar, ya'ni vafotdan keyingi hamma ishimizni shu yaxshilik bilan birga qilsang demoqchi ma'nosi. Abrar degan kim, yaxshilik degan kim, ya'ni sunnatga eslovchilar. Bu barning jamisi yoki barning ko'plik shakli, xuddi Rabbning jamisi arbab bo'lganday, sohibning jamisi ashab bo'lganday, barning jamisi abrardir deydi. Alloh taolo deydiki: Rabbana va atina ma va'adtana ala rusulika va la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Parvardigorimiz, bizga sening payg'ambarlaringga va'da qilgan narsani ato qilsang, va la tukhzina yawmal qiyamah, qiyomat kunida bizni rasvo qilmasang, innaka la tukhliful mi'ad, sen haqiqatan va'daga xiloflik qilmaysan deydi. Bu oyatning tafsirida İmam Nesefi rahimehullah deydiki: Rabbana va atina ma va'adtana ala rasulik. Parvardigorimiz, seni payg'ambarlaringga va'da qilgan narsani bizga bersang. Ya'ni ala tasdiqi rusulik deydi. Seni payg'ambarlaringga ishonsak, iymon etsak, payg'ambarlaringni tasdiqlasak, bizga beradigan narsa nima? Jannat. Iymon etsak, bizga beradigan narsa, sana itoat qilsak jannatdir degan bo'ldi. Yoki ma va'adtana munazzalan ala rusulik. Yoki bu ma'nosi Parvardigorimiz, bizga sening payg'ambarlaringga tushirilgan kitobda va'da qilgan va'dangni bizga bersan. Ya'ni Qur'on Karimda nima tushgan? Qur'on Karimda in tansurulloha yansurkum. Ya'ni agar Allohniki diniga siz nusrat bersangiz, Alloh sizga yordam beradi. Masalan, agar innallazina amanu va amilus solihat lahum jannat, iymon etgan solih amallar qilganlarga jannatli mukofot. Bunda yana Qur'on Karimda nurg'unlig'a va'da Alloh taolo va'da qilgan. Shu va'dani bizga bersan. Degan bu ma'nosi. Yoki av ala alsinati rusulik. Yoki buning ma'nosi, shunday ma'nosi. Yoki sizning payg'ambarlaringning til orqali alsina degan bir gap, buni tigida bor demoqchilar. Tigida bor, ya'ni ala rusulik degan, ya'ni ala alsinati rusulik. Sizning payg'ambarlaringning tili orqali bizga va'da qilgan. Bu va'dani sen qilding, lekin u sen vahiyni payg'ambarlaringga tushirding, payg'ambarlar bizga til orqali sizning va'dangni bizga yetkazdi. Shu va'dangni bizga ataqsan, bersan. Demek bu şu benim hemmisi okşaş bir ma'no. Yani beşini tartıp her xil şekilde ifade koyuyor, lakin ma'nosi bir yerga okşaş. Yani Allah Taala müminliğin nima deb va'da qilgan bo'lsa, shu va'dani hammasi demek. Shu va'dani bizga bersan. Bu yerdagi va ala degan zir o'qitadigan omil bu vosita va'ddan mutaalliq, yani ma va'ddan ala rusulikadagi ala harfi va'ddan mutaalliq, yani biz payg'ambarlarga va'da qilgan narsani bersan degan bo'ldi. Udul ma'no etganda. Vel mev'udu va'da qilingan narsa bo'lsa, va'da qilingan narsa bu savobdir. Ya'ni iymon etgan solih amallarni qilib beriladigan savob, mukofotdir. Yoki nusratdir, ya'ni intansurulloha yansurukum degan. Ya'ni dushmanlarga qarshi mu'minlarga nusrat ato qilishdir. Demak, Alloh taolaning va'dasi shu. Bu dunyoda düşmanlığa karşı müminliğe nusrat ato qilish, yaxshilik ato qilish, oxiratda savobdan iborat, jannatdan iborat katta savobni ato qilish. Endi bunda bir savol qilish kerak. Bu Alloh taolo va'daga xilof qilmaydigan zot bo'lsa, Alloh taolo va'da qilib qo'ygan narsani Xudoyim bizga va'da qilgan va'dani ba'zilar deb turgani nima ahamiyati va nima hikmati bor desa, va innama talabu injaza ma va'adallohu vallahu la yukhliful mi'ad. Ula, yani ben demek için şu demek. Ula Allah Taala va'daga xilof qilmaydigan tursa, Alloh va'da qilib qo'ygan narsani naqlab berishni talab qilyotdi. Nima ish qilsa? Li'anna ma'nahu, chunki buning ma'nosi
فيما يحفظ عليهم التوفيق طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد. Şu vaadini Allah Teala çıkan vaadisini işe aşırış sebeplerini ulağa muhafazat kılıp saklap bilişke tevfik bilişini talep kılış deydi. Bunu ne mi diyen gel? Yani ulağa şu vaadini aşırır sebeplerini muhafazat kılıdığın nesneler hakkında tevfik bilişini talep kılış diyen ne mi diyen gel dese yine bu vaadini Allah Teala bizge vaad kıldı. Sizler in tansurullah yansurukum dedi. Eğer Allah'ın dinine yardım kılsanlar yardım vermen dedi. Demek Allah Teala'nın yardımı için biz neme şartken Allah'ın dinine yardım kılışımız şartken Allah'a yardım kılışımız şartken biz ne aşu sinekki sen vaadi hilaf kılmaysan bu inek. Lakin biz aşu sinekki vaadenge eriştiğin aşu işini kılalamtımız kılamamtımız. Bizni aşu işini kılınız kılgan deydi. Aşu işini kılınız kılgan deydi. Abi manama aşu işini kılınız kılgan demekçi. Yeni birisi taat emel ibadet kılsak cennet birbirimize de Xudayım. Bizni aşu taat emel ibadet kılınız kılgan. Aşu sen bizgi vaadi kılgan, aşu sen degen aşu taat ibadetimiz kılınız kılgan demekçi maalesef. Evil murad yaki bir muddaa yani ic'alna mimmen lehumul va'du İdil va'du gayru mubin limen huve. Yak bunu manası yani baldık manıya kılap gitti. Yani Xudaya bizni aşu va'da kılınğanların qatarını kılın. Çünkü bu va'da kim kılınğanlığı, kimin hakkı dikerlikini biz uçqamaz. Ya palana akın, tutan akın emas, bakın bunda kıkallar dedi. Bizni aşu kıkalının qatarını kılavassan. Şunun sebebi qassan diyen bu da yak manası. İkinci manası. Ya ki üçüncü manası ne dedi degende sebbitna ala ma yusiluna ila iddetik yani biz ne Rabbimiz biz ne aşu bizge vaadi qilgan aşu vaadanga ilib boradigan va seniki itiboringga iddetik degani sening sanishingga degan shu vaadi qilgan munda ishni qilgan munda qilaman deb vaadi qilganlarniki mansibiga shunun darajasiga to'shadigan seniki itiboringga elinadigan şeylerge apırdıgan şu yaxşı emeller, şu şartlar üstüde bizni müstehkem kıl. Xuddi bunu manası ihdina sıratal müstakim degan ayatın tefsiri sürüp dedik. Bizni doğru yol üstüde müstehkem kıl deb aytgan manası var. Yani Müslümanlığın bizi doğru yola başlagan dese, Müslüman qalız doğru yol dese, yani biz mangayotgan doğru yolda üstüde bizni müstehkem kıl demekçi. Müstehkem kıl. Xuddi şunday bizni aşu siniki vaadenge cennetin ibaret bu dünyadaki Müslümanlığa boğan kafirlere karşı yardımdan ibaret muşu senin muşu vaadenge bizni elip bardığan şeyler üstünde bizni müstehkem kıl demekçi manası. Bu manada Allah Teala'nın ve la tuhzina yevmel kıyame kıyamet günü bizni rasva kılma degan sözü texim bek güçlendirdi bu manada. Yani bizni kıyamet günü bizni rasva kılma degani yani bizni Allah Teala vaadi kılmaydı o. Lakin biz aşu vaadiga layık Allah Teala'nın vaadisiga ilişkili amel kılamamtımız kılamamtımız. Eğer şu amelni kılamay kalsak uçağımız kıyamet günü rasva olmaz. Allah Teala bunda kılmazdık bunda bitme dep biz aşunu kılın deyişini kılmasak kıyamet günü rasva olmaz. Ya barç xalqның başar haqqını aldı da. Hem de yak bunun manası izharul hudu ve daraa yani Allah Teala'ga bu kemterlikni izhar qilish ve yalvarışını, yılınışını izhar qilish Allah Teala. Qattiq yalvarış, yılınış, nihayetki üzünü kichik tutuş tin ibaret. Xudayim bizga aş vaadlarini ba'zilar deb tilib yalab tutganlik, texim Xudayim yalab üzünü nihayet kichik tutganlik. İnneke la tuhliful mi'ad. Mi'ad degan yani vaad ma'nosida. Mi'ad degan masdar asli, yani vaad ma'nosida. Yani sen vaadiga hakikaten muxaliflik qilmaysan. Sen rastullah, şübhesiz hakikaten vaadiga xiloflik qilmaysan. Deb shunday qildi. Bular saq mashada birinchi bir masala bor. Saq 5 qatim Rabbana dedi. Mushu duoning ichida, mushu duoda boshni tortib oxirigacha saq Rabbana deb 5 qatim keldi. 5 qatim Rabbana deb keldimi? Ulamlar deydiki,
dua qilgan chaqda Rabbana jiq deyiversa, jiq dua qilaversa, Alloh taolo hamini ijobat qilib uni. Xuddi mishada mu'min musulmonlar Rabbana deb 5 qatim takrorlash orqali oxir Alloh taolo ijobat keldi deydi. Fasta endi xulosai kalam ifadai maram Allah subhanahu va taolo va taqaddas yani bu aql egalari degan kim desa aql egalarini Alloh taolo cho'ng jihatdan ikkiga bo'ldi. Bu aql egalari degan allazina yezkurunallaha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Bu bir aql egalarining bir sifati yani yürütürgen haletide, oturgan haletide, yatkan haletide, her haletide Allah Teala zikir edilir Allah. Akıl ilgilerinin birinci sıfatı. İkinci sıfatı olsa asman zeminin yaratılışına karab, onun fikir tefekkür yürgüzüp, Allah Teala'nın bu asman zeminini birkaç yaratmagallıkını oylap, onunkin bunu yaratkuçu, evvelen bu asman zeminini bir yaratkuçu varken de yaratkuçunu otunup, bunu yaratıcı bakağı yaratmaptı. Bizi tunusunda bir yaratıptı. Demek muşunda asman zemini yaratış kadir boğan zat Allah elbette bizdek aciz bendelerini Allah'ın gepi unumay gelden geçtik kılsak günah masiyet ötküzsek bizni azaplaşka kadirken. Çünkü biz en deslepte Allah Teala'dan fakina azabın nar. Rabbimiz bizni Dövzak azabını saklasan dep dililde birinci katım dövzak azabını saklasan dep fikir tefekkürün killam bunlar kaldısı işilit akıl ilgisi boğan insanı bıkıtken dövzak azabını panatiletken. Onun kendiden ikinci katım yine müştelekinin bir aşağısı dövzak azabını yıkıp düşüp ekelsek şu dövzak azabını panabasan digenin atrafı da aylanıyordu. Yani azıcık okşamazlık var. Yani okşamazlık olsa birinci kılıp ne bıkıtken Dövzak azabını panat etken yani birinci Rabbana yani Rabbana ma halakta hada batilen subhanek fakina azabannar. Onun için ikinci katım Rabbana deb yine akıl ilgilerini mebtil etken Rabbana inneke men tudkhilin nar fakat ahsayte ve ma lizzalimine min ansar. Rabbimiz sen dövzakı kimniki dövzakı güzsen bunu hakikaten rasuwa kılıp etken bulsan bu da biz neresi vakıl etmesen bizi dövzakı güzmesen bizi de zahk gözümüzden de yine ikinci tehlikede yine şunu tehlikede. Onun üçüncü tehlikede olsa Rabbimiz bizni bir imanı çağırır ve de biz derhal iman ettik. Rabbana bizim muşuk kan emel ibadetimizin hürmetinden bolsun Rabbimiz günahımızı keçirsen, hatalıklarımızı yapıversen bizni yüzümüz yaxşı olmasak mı yaxşılığından katar kıtıversen de üçüncü kılıp telik kınımı yeni günahına mağfiretini telikken. Akıl ilgiler. Dördüncü akıl ilgilerin dördüncü süpütü çözse yine onu kendin Xudayım. Bizge peygamberinin tili arkalık bizge va'da kılgan taat ibadet kılsanlar cennet bu dünyada Allah'ın dini gayrı kılsanlar yerden gitme degen muşu va'dilerini özleri va'dide tutkan zat va'da kılıp tutmaydılar. Şu va'dilerge ilişkide bizge seviye ata kılsalar. Şu ilişkide emellik kıyla nisip kılsalar dep tötüncü telikini muşun telikini yapın akıl ilgileri. Mana muşu töt telekni tiligendeki akıl ilgileri. Anladın? Ne mutken? Allah subhanahu wa ta'ala ve taqaddas bu akıl ilgilerinin duasını Allah Teala icabet etken. Mana muşu asas xulasa muşu 5 qatım Rabbana deb Allah Teala'dan 5 qatım tilkan tilekning xulasası mana muşu.